Assalomu alaykum hammaga. Mana Ramazon dasturxonlarimiz sotuvga keldi. Hozir sizlarga bularni rasvetkalarini ko'rsatib chiqaman. Stolimiz 1,5 ga 80 ugolovka stoli. Bu bemalol 6 ta stulli stolga ham, ugolovka standart stollariga ham to'g'ri keladi. Aynan bu dasturxonlarimiz kupolli. Buni hozir kichikroq stolga qanaqa turishini, rasmlarini yuborib qo'yaman. Kichkina stolga ham to'qilib, chiroyli bo'lib turadi. Razmerlari yaxshigina, sifatlari juda ham zo'r. Dak material, bilasizlar, dak material dog' ushamaydi. Yuvib ishlataverasizlar. To'q rang yoqtiruvchilar uchun mana bunaqa rasvetkaligidan ham bor. Standartdan katta bo'lgan stollar uchun ham o'tkayni ko'pchilik so'raganda, mana qaranglar, uzungina 220 razmerli shunaqa metrajnisidan ham tayyorlab qo'ydik. Sotuvda bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Buni mana bunaqa rasvetkasi ham bor. Ro'zalarda Alloh xohlasa iftorlik qiladiganlar shunaqa razmerdan 2 ta dasturxon olib, bemalol 5 metrli joyga dasturxon bezatsanglar bo'ladi. Uzun qilib juda chiroyli chiqadi.